Katta razmerlarda, ya'ni plus size razmerlarda sizda aynan razmerlarni o'lchab, andozlarini tayyorlashda muammo bo'lsa, albatta endi sizga Maryams akademiyasi yordam beradi. Sizlar uchun mutlaqo bepul aynan katta razmerini qanday qilib to'g'ri o'lchovini olish va undan tashqari Maryams metodi bilan asos andozalarni noldan boshlab tayyorlab chizish va uni qanday qilib modellashtirish sirlarini mutlaqo bepul 3 ta katta darslik qilib sizlarga tayyorlab qo'ydik. Ertaga aynan jonli efirda biz bu darsliklarni sizga taqdim etamiz. Mana siz hozir ko'rishingiz mumkin. Men sizga aynan ko'krak aylanasi 132, ya'ni standartda 66-razmer bo'lgan Yevro razmerimiz 58-razmer 9XL razmerga o'zingizni guvohligingizda asos andozalar chizib beryapman. Bu bizni orqa osnovamiz, Maryams metodi bilan tayyorlangan orqa osnova. Har doim biz orqa osnovani ustidan oldi asosni chizamiz. Bunaqa metodni siz hech qayerda ko'rmagansiz. Unikalligini mana shu joyda ko'rsangiz ham bo'ladi. Faqatgina Maryams metodida xuddi shunday orqa asos ustiga oldi asos chiziladi. Bundan maqsad chizilayotgan osnovada siz balanslarni ochiq ko'rib turasiz. Mana shunday qilib biz asoslarni chizib olamiz, ya'ni orqa asos ustiga oldini. Endi men sizga yana bitta sirni shu yerda ochib ko'rsatib beraman. Andozalarni biz ikki xil usulda foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek biz hozir asos andozalarni plyonkaga ko'chirdim. Ko'rganingizdek mana oldi va orqada hech qanday o'zgarishsiz plyonkaga ko'chiryapman. Bu yerda hali ko'krak vitichkalar modellashmagan. Proymalarimiz ham mana shu keng holatda turibdi. Qachonki biz osnova chizayotgan vaqtimizda proymalarni keng katta qilib birinchi chizib olamiz. Ko'krak vitichkalar modellashtirmadik. Mana bu joyda siz ko'rishingiz mumkin. Ikki xil andozani. Birinchi andozamiz ko'krak vitichka modellashmagan. Bu asos. Ikkinchi andozamiz bo'lsa aynan razrabotka bo'lgan bizni andozamiz. Ko'krak vitichkalarini bemalol xohlagancha modellashtirsak bo'ladi. Mana orqada ham ko'rishingiz mumkin. Aynan yelka vitichkalari va bellari chiqarilgan va bu yerda proymalari ham kerakli razmerga keltirilgan. Ikkinchi andozamiz bu razrabotka bo'lgan andozamiz, birinchi andozamiz asosdan olgan, ya'ni andozamiz. Ikkala andozani ham bemalol foydalansak bo'ladi. Mana shunday holatda biz andozalarimizni tayyorlab olamiz. Bu bizni razrabotka bo'lgan oldi va orqa andozamiz. Har doim komplekt bo'lib, yeng andozasi ham chiqadi. Maryams metodida alohida oldi, orqa, yeng andozalarni tayyorlab bo'lmaydi. Hammasi oldi, orqa, yeng andozalar bir xilda komplekt holatda tayyor bo'ladi. Bu andozalarni hamma razmerda xuddi shunday qilib tayyorlaymiz. Ya'ni kichik razmerlarda ham, katta mega plus razmerlarda ham shunday tayyorlanadi. Mana siz Maryams metodi bilan andozalar qanday tayyorlanish jarayonini ham ko'rib chiqdingiz. Aynan katta razmerlarda juda ko'p tikuvchilarimizda juda katta muammolar bor. Razmerlarni o'lchashda, asos andoza tayyorlashda va modellashtirishda. Maryams akademiyasi sizlar uchun mana shu 3 ta darslikni tayyorlab qo'ygan. Ertaga 2-iyul kuni bo'lib o'tadigan 21:00 dagi jonli efir vaqtida aynan mana shu darslik kanaliga sizlarga mutlaqo bepul qabul ochamiz. Siz albatta ulgurib qoling. Bu faqat bir marta jonli efir vaqtida imkoniyat qilib beriladi. Albatta siz ertaga jonli efir vaqtini o'tkazib yubormang. Men sizni efirda kutib qolaman. Undan tashqari jonli efirda katta razmerlar bo'yicha juda ham katta foydali albatta ma'lumotlarni ham beraman. Eslatib o'taman, bu jonli efirimiz yopiq Telegram kanalimizda bo'ladi. Aynan bunday foydali video darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Maryamsga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Ertagalik 2-iyuldagi jonli efirimiz bo'lishini albatta yaqinlaringizga ham eslatib qo'ying.